Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana oldingi videomizda shu divanda remont etilmagan holatini qo'ydik. Endi remontdan keyingi holatini ko'rsatib o'tacakmiz. Divanimizdan qolgan narsalar karkas, prujin, mexanizm qoldi. Boshqa hamma joyi musora chiqib ketdi. Tozadan podlokotnik, podgolovnik qo'yildi. Machalkalari almashdi tozadan. Chexollar hamma joyi tozadan qo'yildi. Yine görüşleriniz mümkün. Mo'yishi material 100% matoviy xilidan ishlab berdik. Spinkani Chester variantda tikin tushirdik. Sidinyaga kvadrat shaklida berdik. Podlokotniklarni taxtadan oddelka etib ishlab berdik. Boshqalardan yaxshi etib podgolovnik qo'yib berdik. Podgolovnikning yumshoqligini e'tibor berasizlar. Mexanizmlarni ham ishlatib berdik. Yengil ishchidan bo'ldi. Yine görüşleriniz mümkün. Hech qanday og'irligi yo'q. Soyuzning divani bo'lgani sababli noshkasini demir xilidan qo'yib berdik. Balandligi ham 13-14 cm atrofida. Balandligi ham hamma joyi komfortli bo'lib chiqqan. Noshkaning nozikligini e'tibor bermaysizlar, demirdan. Asosiysi. Kimda shuningdek xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, kimda shuningdek divanlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsangizlar, o'zlarimiz olib ketib, o'zlarimiz dostavka etib yetirib beramiz. Agarda sizlarga bu variant yoqmasa, internetdan ko'rib turib, internetdan skachat etib tashlasangizlar, shu variantdan ham o'tib berish xizmatlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shu videomiz manfaatli bo'lishi uchun like ni ayamaysizlar, video rivojini bir o'zlaringizni hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Katta rahmat.